Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Amir Temur maqbarasidamiz. Amir Temur haqqında ma'lumotlar berilgan. 4 o'g'li bo'lgan. Muhammad Jahongir 1356-1376 yillarda yashab o'tgan. Keyingi ikkinchi o'g'li Umar Shayx 1356-1394 yillar. Ikkinchi o'g'li va Muhammad Jahongir avlodlari haqqında ma'lumotlar yozilgan. Bu yerda Umar Shayxdan avlodlari haqida ma'lumotlar yozilgan. Umar Shayx 1366-1408 yillar ana ma'lumotlar. Keyingisi Shahruh Mirza. Ma'lumotlar yozilgan. 1377-1447. Bu yerdagi mashhur olimlardan bu yerda Ulug'bek Shahruh Mirzaning o'g'li 1394-1449 yillar. Bu yerda yana Boburning ham rejalasi Bobur Mirza bundan avlodlari Mirashaq Mirzaning avlodlari Bobur Mirza Hindistonga borib buyuk davlat barpo etgan. 332 yil Hindistonda hukmronlik etgan Boburiylar imperiyasi. Bu yerda Husayn Bayqar haqida aytish mumkin. Husayn Bayqar bor bu yerda. Husayn Bayqardan nima davlat barpo etgan. Muhammad Jahongirda taxt varisi etib qolgan. Keyinchalik Vallar Muhammad Sultondan taxt varisi etib qolgan, u ham vafot etgan keyin eng yaqinda Pir Muhammadda taxt varisi etib qolgan. Lekin boshqarolmadi. Bu endi xarita qayerlarda bosib olganligi to'g'risida yaqindan ko'rishingiz mumkin. Poytaxtda Samarqandda etib qolgan. Qarang, shuncha dastlab Markaziy Osiyo hududlarini bosib olgan. Keyinchalik shimolda Dashti Qipchoq bilan, janubda Xitoy bilan, mana g'arbda nimasi bilan Bizantiya, ya'ni nimani chegaradosh bo'lgan. To'mangi janub qismi Fors ko'lfazigacha mana katta hududni egallagan Amir Temur imperiyasi. Amir Temur harbiy urushlari mana 1365-81 yillarda qayerlarga yurish qilgani. Keyin Amir Temurning Eron, Ozarbayjon, Armanistonga 1386-88 men aytib ketdim. Turkiya Ankara jangi 1402 jahon miqyosida urushlar bo'lgan. Amir Temurning 200 ming askari ham Ankarada Bayazidning 160 minglik askari harbiy jang san'atini ishga solib mag'lub etgan. Bu yerda To'xtamish bilan buyuk janglar bo'lgan. 3 marta urush olib borgan To'g'rimi Azizbek? 3 marta oxirgi jangi 1395-yilda bo'lgan Terek daryasi bo'yidagi jangda. Bu yerda ham Hindistonga yurishlarda Amir Temurning Eronga, Turkiyaga, Suriyaga 7 yillik 1399-404 yillar. Bundan oldin 1398-99 yillarda hammasida harbiy jang san'atida yuksak mahoratligini Amir Temurda ko'rsatib beradi. Xorazmga 5 marta yurish olib borgan. 1372, 74, 75, 1379, 1388. 5 marta harbiy yurish qilgan. Ham bu yerda xaritada qayerlarga yurish qilgan to'liq ma'lumot oldingiz deb o'ylayman. Amir Temur maqbarasining tashqi tomonidamiz. O'zlarimizning O'zbekiston, Markaziy Osiyo xalqlariga qaraganda chet elliklar ko'p tomosha qilishingiz mumkin. Ular hatto ko'p ellarda chet eldan odamlar ko'p. Amir Temur Temurning davlati poytaxtining ranglari yana yurishdi. Ozarbayjon, Armanistonga 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik urushlar, 3 yillik urushlar 86-88 yana 1399-407 yillik urushlar. Amir Temur maqbarasi maketi. Maket ko'rishingiz mumkin. Amir Temur mavzoley. Eshikka kirish darvozasi 14-asr. 2-asrlar davomida saqlanib qoladi. Haqiqiy nusxa. Haqiqiy nusxasi bu.
Ha, ko'rishingiz Juda ko'p narsalar olib Hurmatli kelgan, lekin kuzatuvchilar. eshik yana ko'p narsalar amalga olinadi. Qayerdan olib kelding? Haqiqiy nesa bu qilich boshqa yerda. Uzuklar metropoliten muzeyida AQShning. Qilich Tehron muzeyida Erondagi. Eronda. Eshik Sovut Dubulga faqat O'zbekistonda bo'lgan. Hozir o'zimizda eshik Samarqand Amir Temur muzeyida saqlanmoqda. Ne? Juda Bilasizlar, jasadi 1941-yili Rossiya bo'lib ketiladi. Ekspert qilish maqsadida, lekin qo'llari orasida acha daraxtdan yastilgan Rossiyaning acha daraxtidan hamon jasad qayta Samarqandga olib kelganda, ya'ni Sankt-Peterburgdan o'sha achadan ishlangan daraxtdan jasad shu yerga olib kelingan. 1941-yilda. Yo'q, 41-yilda Rossiyaga qaytadi. Rossiyaga 44 qaytgan vaqtida 45-yil. Endi urush taqdirlari shunaqa bo'ladi. Shu haqiqiy mashinalar davridagi yozuvlar haqida aytilgan bo'limlar degan. Mana qabrlar, rasmlari, maqbaralar bor. Tashqidagi bezaklar naqsh. Maqbarasi. Ichida turibmiz, hozir chiqib ko'rinishi. Yana kimlarning qabrlari bor? Ustozlari. Aslo maqbara o'zining eng yaxshi o'g'li Jahongir Mirzoni o'shan yana Muhammad Sultonga arnab ishlangan bu qabr. Mana o'zi eng yaxshi ko'rgan nevarasi Halil ibn Sultonning maqbarasi. Asli maqbara Go'raning kimga arnab ishlangan. Lekin ular Amir Temurning qora marmordan ishlangan. Bu qayoqdan kelgan bilan Mo'g'ulistondan Nefritashin qo'ydirgan. Ulug'bek qo'ydirgan. Shuning uchun ham ular lekin vafotidan oldin vasiyat qilgan, men ustozimdan o'tib keta olmayman, shuning uchun men ustozimdan keyin qo'ying deb o'zining vafotidan Mirsaid barakani oldida yotibdi. Mana shuning uchun ustozidan keyin qo'yilgan qabr mana. Tushunsiz? Mana bu yerda Ulug'bekniki. Hurmat qilish kerak. Har tarafda Ulug'bekning jasadi bor, bu tarafda Umar Shayx Mirzoning jasadi bor. Bu yana 7-8 nezvisning qabrlari bor. Asli Shohruh Mirzoni asli qabr yerning tagida daxmada, faqat ustida o'sha tagdan belgilar. Asli yotganda bular oltin qo'shmasdan ishlangan, hamma oltin yaratilgan bularning. Oltin qo'shib ishlatilgan deydi, nechadir kilogramm, 5 kilogramm oltinlar ishlatilgan.